Assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Qodir. Minglab ko'zi ojiz bolalarni ota-onasi va o'qituvchilariga yordam berib kelayotgan Braille Recognition mobil ilovasi asoschisiman. Universitetda o'qiyotgan paytim ikkinchi kursligimda universitetimizdagi bitta talabani, ko'zi ojiz talabaga ko'zim tushgan. U bola mustaqil ishlarini Braille alifbosida yozib, undan keyin tiflopedagoglar kafedrasiga berib, tiflopedagoglar bo'lsa u ishini tarjima qilib professorimizga topshirayotganini ko'rganman, guvoh bo'lganman va o'ylaganman, mana shu Braille yozuvini avtomatik tarjima qilish tizimini yo'qmikan deb o'ylaganman, qidirib ko'rganman internetdan. Lekin qarasam bunaqa yechimlar yo'q ekan. Internetdagi hamma o'sha paytdagi yechimlar qo'lda kirgizib chiqish kerak bo'lgan. Misol uchun A harfi bo'lsa, A harfini o'zingiz qo'lingizda. Men shu tizimni avtomatlashtirib, ya'ni sun'iy intellekt modelini o'qitib, mana shu Braille yozuvini, harflarini baroda aniqlab olish algoritmini yozish ideyasi o'sha paytlarda paydo bo'lgan, universitetda o'qiyotgan paytlarimda. Asosiy muammolarimdan bittasi bu bilimim yo'qligi bo'lgan, endi imенно sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha. Muammoni juda oddiy hal qilganman. Ingliz tilini bilganligim uchun internetdan shu ingliz tilida kurslarni sotib olganman. Shu sun'iy intellekt va computer vision bo'yicha. Kurslarni tugatganimdan keyin o'sha g'oyamni birinchi MVP versiyasini ishlab chiqishni boshlaganman. Va keyingi muammolar bu programmani Play Marketga chiqarish, bu hammasi haligi nima desa bo'ladi, organizatsion muammolar. Ularni ham shu internetdan ko'rib hal qilingan. Hozir kungacha juda ko'p foydalanuvchilarga egamiz. Taxminan 50 mingdan ortiq foydalanuvchilarimiz bor. Eng katta yutuqlarimdan bittasi bu menga bitta foydalanuvchim yozgan emailimga. 9 yoshli ko'zi ojiz qizni ota-onasi ekan. Ular aytishganki, ko'zi ojizlar uchun maktabda o'qir ekan. Meni programmamni topishgandan keyin juda xursand bo'lishgan ekan. O'sha ko'zi bolasini dars qilayotganda yordam berib, imkoniyatiga ega bo'lishganda endi ular programmam yordamida. Va eng faxrlanadigan narsam bu o'sha Todor Marinov ismi va u odam Bolgariyada meni ilovamni oddiy maktablarda tadbiq qilish bilan shug'ullanadi. Men ambassadorim desam bo'ladi. O'zini o'sha 9 yoshli qizini ko'zi ojizlarga ixtisoslashtirilgan maktabdan olib chiqib, oddiy o'quvchilar o'qiydigan maktabga olib borganda, o'qituvchilarga aytgan, meni qizim yozishni bilmaydi, Braille'chada yozadi. Mana shu programma bilan meni qizim ishlarini tekshirasan, meni qizimga vazifa berasan deyishgan. Bu narsa shu bu ishi foydalanuvchimni qanchalik programmam kerakligini misol uchun baholab beradi va ikkinchi meni xursand qiladigan narsa bu maktablarda inklyuziv muhitni yaratib beradi. Endi ko'zi ojiz odamlar bilan oddiy insonlar ham o'sha yaxshi maktablarda sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bizni yo'nalishimiz mobile applicationlar yo'nalishi. Bizni ilovamiz bor. O'sha ilovamizni foydalanuvchilarimiz, ya'ni ko'zi ojiz bolalarni o'zlari emas, ularning ota-onalari va ularning o'qituvchilari Play Market App Store'dan yuklab olib ishlatishlari mumkin. Mobil ilovamiz bu yerda rasmga olinadi, Braille bilan yozilgan matn va bir necha sekundlarda siz Braille tarjimasini olishingiz mumkin. Brailledan tanlagan tilga. Ilovamizda sun'iy intellekt modelini ishlatganmiz. Biz modelimiz rasmlardan Braille yozuvini tanib oladi va bir necha sekundlarda butun boshli varaqdagi Braille yozuvini tanib, siz tanlagan tilga tarjima qilib beradi. Hozirgi kunda 50 mingdan oshiq aktiv foydalanuvchilarimiz bor. Ilovamizni yuklab olishlar soni Google Play va App Store'da bitta qilib oladigan bo'lsak 100 mingdan ortiq. Kuniga biz taxminan 10 mingtadan 20 mingtagacha sahifani tarjima qiladi. Ya'ni foydalanuvchilarimiz biz programma orqali tarjima qiladi. Foydalanuvchilarimiz geografiyasi ham juda ham keng. Amerika, Yevropa davlatlari, Rossiya kabi davlatlar bor va biz 8 ta tilda Braille yozuvini tarjima qilamiz. Hozirgi kunda
aylanma miqdorimiz unaqa katta emas, chunki hali biznes modelimizni hozir boshqatdan ko'rib chiqyapmiz. Xudo xohlasa bu yilning oxirigacha yillik aylanmamizni $200,000 chiqarishni reja qilib qo'yganmiz. Loyihamni talabalik paytim boshlaganman Rossiya Federatsiyasida. O'qishni bitirganimdan keyin O'zbekistonga qaytib kelishni niyat qilganman. O'zi o'qib qolib ketish niyatim yo'q edi. O'zbekistonga kelib, shu ota-onamni oldida ishimni davom ettirmoqchi edim. Kelib yana ham mana shu qarorimni qat'iylashtirdim. Nimaga? Chunki men o'qishga ketayotgan paytim 2019-yilda O'zbekistonda IT infratuzilma u darajada rivojlanmagan edi. Internetlar uncha yaxshi bas edi. O'qishni bitirib kelsam, 4 yildan keyin juda ko'p narsa o'zgarib ketgan. IT park misol uchun juda katta imtiyozlar berishni boshlagan bo'lgan payt. Shuning uchun menda hech qanaqa ikkilanishsiz O'zbekistonda ishimni davom ettirish paydo bo'lgan g'oyasi. Xo'p, O'zbekistonda IT kompaniya ochish juda ham qulay deb hisoblayman. Fuqarolar uchun, balki chet elliklar uchun ham. Nimaga? Chunki boshqa davlatlardagidan ham ko'proq imtiyozlar berilyapti IT kompaniyalar uchun aynan. Misol uchun Rossiya, Qozog'istonda bo'lganman. Ularda ham bor imtiyozlar IT kompaniyalar uchun, lekin O'zbekistonchalik keng ko'lamda emas. Aytaylik, bizda IT park soliqlardan imtiyozlar bu bitta narsa bo'lsa, ikkinchisi bu har xil eventlar, har xil tanlovlar bor. Mana shaxsan prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilgan President Tech Awards startaplar tanlovida 3-o'rinni egalladim ijtimoiy yo'nalishdagi startaplar bo'yicha va $30,000 loyihamga moliyalashtirish jalb qildim. Juda ham katta imkoniyat. Mana misol uchun $1 million yutuq fondi 5 ta yo'nalishda berilgan. Bunaqa katta yutuq fondli tanlovlar butun dunyo miqyosida ham men ko'rmaganman, to'g'risi. Shuning uchun men O'zbekistonni da IT kompaniya ochish eng to'g'ri tanlov deb bilaman. Bizni loyihamiz to'laqonlik internetda va jamoamiz unday katta bo'lmaganligi uchun ofisda zaruratimiz unaqa kuchli emas. Shuning uchun ham hozirgi kunda biz remote ishlayapmiz, ya'ni Moskvadan turib ishlayapmiz. Chunki jamoamizda chet eldan ham yashaydigan odamlar ham bor. Ofisimiz bor edi, 1 yil oldin ofis ochganmiz, boshqa yo'nalishlarda ham harakat qilib ko'rganmiz. Unaqa qiyinchilik tug'dirmagan. IT park rezidenti bo'lishga menga IT park tomonidan o'tkaziladigan har xil eventlar, IT eventlar, misol uchun IT park yaqinda ham bo'ldi. Silikon vodiysida 3 ta chipta berishdi, shu startap yo'nalishida ish olib borayotgan rezidentlarga. Unga misol uchun men o'zim arizamni jo'natib qo'ydim va shunga o'xshagan eventlarga taklif qilinishim eng asosiy narsa, chunki meni foydalanuvchilarim ko'proq chet eldan bo'lganligi uchun menga qiziq va manfaatli chet eldagi shunaqa bo'ladigan eventlarda qatnashish. Va IT Park menga bu narsaga imkoniyat yaratib beryapti. Ikkinchidan, IT Parkni Local to Global programmasi bor. Meni imni yo'nalishimga tushadigan. Biz chet elda ishlaymiz. Shu yo'nalishlardan ham foydalanish eng asosiy meni turtki bo'lgan. Shu preferensiyalardan foydalanish. IT Park tomonidan tashkillangan va prezidentimiz tashabbusi bilan tashkillangan President Tech Awards da $30,000 menga grant ajratildi loyihamni. Bu juda katta boost beradi loyihamni rivojlantirishiga. Hozir mana chet eldan yangi komandamizga a'zolarni oldik. Modelimizni hozir aniqligini rivojlantirish ustida ishlayapmiz va bu yilda oxirigacha qo'ygan o'sha katta maqsadlarimizga, ya'ni $200,000 aylanmamizga chiqishga juda katta yordam beradi. Berdi уже, aniqrog'i. Уже mana ishlayapmiz, buni ustida ish olib boryapmiz va o'sha aytganimdek ko'rgazmalar, chet eldagi va konferensiyalarga yo'llanmalar. IT Park yordami bilan kompaniya rezident bo'lgandan keyin, misol uchun o'sha soliqlardan ozod bo'lganmiz. Endi bizda unaqa katta оборот ham emas hozir, lekin oddiy kompaniya bo'lgandan ko'ra IT Parkda rezidenti biz desak, misol uchun soliq organlari tomonidan ham uncha savollar
kamayadi bizga nisbatan, chunki IT kompaniya, ya'ni katta tashkilot ishonch bildirib o'zini rezidentligini bergan. Bu mana shunaqa qanaqadir yuridik muammolarimiz yoki qanaqadir ko'p tekshiruvlar, mana shunaqa masalalarda ham juda katta yordam deb hisoblayman. IT Parkda direktori Bahrom Jalilov va boshqa xodimlari bilan ham aloqalarimiz juda ham yaxshi, gaplashib turamiz. Qanaqadir imkoniyatlar paydo bo'lsa, sirazi bizga aloqaga chiqib, Muhammad Qodir, mana shunaqa narsa bo'layapti deb bizga o'sha imkoniyatlarni birinchi bo'lib yetkazishadi. Mana shu asosiy bizni bo'lay olayotgan narsamiz aytaman. Ishni boshlagan paytim jamoamda bitta o'zim edim, ideya bosqichida. Undan keyin o'zimni kursdoshimni olganman jamoamga va orada yana ko'p jamoa strukturasi o'zgardi. Lekin hozirgi kunda jamoamizda 4 kishi ish olib boryapmiz. Endi o'zimizni sohamizdan kelib chiqib, menga hozir ko'proq ML injenerlar va data science'lar kerak, ya'ni ma'lumotlar tahlil qiladigan odamlar va mashina обучение, ya'ni machine learning bilan shug'ullanadigan odamlar kerak, sun'iy intellekt sohasida. Chunki imенно produktimiz ham mana shu sohadaligi uchun. Va jamoamizga misol uchun imенно produktimizga ishongan odamlar kerak edi. Qaysidir qismini qilib qanaqadir manfaat evaziga chiqib ketadigan emas. Imенно mana shu loyihada oxirigacha boradigan odamlar va ularga biz loyihamizdan share berishga ham tayyormiz, ya'ni qanchadir miqdorda ulush berishga ham. Kelgusidagi rejalarimiz shu loyihamizni unicorn darajasiga olib chiqish. Ko'p kompaniyalar bor, misol uchun Google, DeepL, Abby degan kompaniyalar. Ular shu matnlarni aniqlash bilan shug'ullanishadi. Mana Google Translate misol uchun eng oddiy misol. Google Translate'da 70 ming kishi gaplashadigan tilni tanlasangiz bo'ladi tarjima qilishda, lekin Braille yozuvi millionlab odamlar, ko'zi ojiz odamlar ishlatadigan va ularda ota-onalar va o'qituvchilarga kerak bo'lgan Braille'ni tanlab bo'lmaydi. Meni maqsadlarim shundaki, bitta shu katta shunaqa kompaniyalar bilan hamkorlikka erishish va Google Translate yoki DeepL'da tarjimoniga shu Braille'ga tarjima qilish opsiyasini qo'shish. Loyihamiz allaqachon xalqaro bozorda mavjud. O'zbekistondagi foydalanuvchilarimizni ulushi 3% dan ham kam. Bizni asosan Amerika, Meksika, Braziliya, Germaniya, Rossiya va shunga o'xshash davlatlardan allaqachon ishlatishadi. Hozir arab davlatlariga chiqmoqchi biz, chunki hozir biz 8 ta tilni tarjima qilayotgan bo'lsak, endi ularni qatoriga arab tilini ham qo'shishni bu yilga reja qilib qo'yganmiz. O'zimga o'xshagan yoshlarga maslahatim, eng katta maslahatim bu ingliz tilini o'rganinglar degan bo'lardim. Chunki ingliz tili bu juda ham eng kerakli, bu bazaviy ko'nikma. Usiz u bilan juda ko'p narsalarga erishsa bo'ladi, usiz juda ko'p narsalardan qo'rqosi bo'ladi. Shuning uchun ingliz tilini o'rganishlarini tavsiya qilgan bo'lardim-da, dasturlashda o'rganishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Nimaga? Chunki dasturlashda misol uchun dasturchi bo'lib eng zo'r holatda Google'da ishlashingiz bas, dasturchi bo'lsangiz, siz real hayotdagi qanaqadir muammolarga yechim topishingiz mumkin oddiygidan bitta dastur orqali. Ya'ni men misol uchun ko'zi ojiz bolalarni ota-onalarini uyga vazifalarini tekshirib bera olmasligi muammosini topib, unga yechim topgan bo'lsam, siz balkim undan ham globalniroq qanaqadir muammolarga yechim topib, katta kompaniya qurish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bu uchun sizga millionlab pul kerak bo'lmaydi. Men misol uchun Braille recognition loyihamni yasash uchun faqat vaqtim va bilimimni sarflaganman va hozirda loyihamni otsenkasi $900,000 ga baholangan Moss Ventures tomonidan. Shuning uchun men sizlarga shu dasturlash va ingliz tilini o'rganishni maslahat bergan bo'lardim.